Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi Maktabgacha ta'lim tizimi faoliyatini muvofiqlashtirish departamenti bo'lim boshlig'i Parpiyeva Gulbahor Mirzavaliyevna bo'laman. 30 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda avvalgi davrlarga qaytishni joiz deb bilaman. Tarbiyachi bo'lib ishlaganimda mingdan ortiq mahallalarimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat ko'rsatmas edi. Juda ham ko'plab, minglab, millionlab bolajonlarimiz maktabgacha ta'lim nima ekanligini bilmasdan o'sishdi. O'sha yillarda mavjud maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ham binolari eskirgan, pollari singan, mavjud guruhlarimiz esa bolalar qamrab olinmaganligi natijasida bo'shab yotar edi. Chunki unda pedagog kadrlar faoliyat ko'rsatish bilan birgalikda zarur sharoitlar yaratilmaganligi, o'yinchoqlarning yo'qligi, ta'lim tarbiya jarayonini amalga oshirish uchun didaktik materiallar yo'qligi natijasida o'zimiz ish vaqtidan tashqari vaqtlarda kechasi bilan tonggacha kerak bo'lsa o'sha didaktik materiallar yasagan kunimiz bo'lgan. O'yinchoqlarni o'zimiz tikkan kunimiz bo'lgan. Ko'rgazmalarni tayyorlagan kunimiz bo'lgan. Bugungi kunda esa barcha pedagoglarimizga mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida juda ham katta imkoniyatlar yaratib berildi. Bugun o'sha maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni kundan kunga oshib borayotganligini kuzatishimiz mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari respublika bo'yicha 38,058 tani tashkil etayotgan bo'lsa, 6,919 tasi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini, 31,139 tasi esa nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etib, ushbu tashkilotlarimizga qamrab olingan bolalar soni 2,300,000 nafardan ortganligini ko'rishimiz mumkin. Bu albatta ko'rsatkich sifatida qaraydigan bo'lsak, 2017-yildagi tahlil qilamiz 27% dan bugungi kunga kelib 77% ga ortganligini ko'rsatmoqda. Qamrab olingan bolalar soni bugungi kunda 2,340,000 nafardan ortgan bo'lsa, joriy yilda amalga oshiriladigan islohotlar natijasida 2,380,000 nafardan ortiqqa yetkazdiramiz. Bu ham mana shu bolajonlarimizni qamrab olish ko'rsatkichini bevosita oshirishga xizmat qiladi. Avvallari faqat davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat ko'rsatar edi. Davlat xususiy sherikchilik tizimining birinchilardan bo'lib mana shu maktabgacha ta'lim sohasida tatbiq etilishi bu davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan birgalikda davlat tashkiloti hamda nodavlat sektorda o'rtasida sog'lom raqobatli muhitni yaratishga imkoniyat yaratib berdi. Birinchilardan bo'lib shu davlat xususiy sherikchilik asosida tadbirkorlarimiz bitim imzolayotgan jarayonlarida ularga 1% kreditlarni ajratilishi bu bizning respublikadagi chekka olis hududlarda ham mana shunaqa tashkilotlarni tashkil etish hamda ularga shu maktabgacha ta'lim nima ekanligini bilmay yashayotgan bolajonlarimizni qamrab olish uchun shart-sharoitlar yaratdi. Bu nafaqat bolalarimizga, balkim 20,000 nafardan ishsiz ayollarimizni bandligini ta'minlashga xizmat qilib kelmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi, maktabgacha ta'lim sohasi deymiz. Bu albatta faqat davlat tashkilotidan iborat emas. Bunda maktabgacha ta'limning mana shu yillar davomida muqobil shakllarini ham rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Mana masalan, amaliyotga tatbiq etilib kelingan respublikaning tog'li hududlari bor, respublikaning chekka olis mahallalari borda. Mana shu mahallalarda oilaviy maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni bunda qaysi bir oilada, xonadonda sharoit bo'ladigan bo'lsa, shu oilalarda, shu xonadonlarda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yildi. Tog'li hududlarimizda esa hech kim mana masalan maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurish imkoni bo'lmagan kam sonli mahallalarimiz bor. Ushbu hududlarimizda Aqlvoy loyihasi doirasida Aqlvoy avtobuslarining negizida mobil guruhlarni tashkil etilishi mana bugungi kunga kelib ularning soni 102 tani tashkil etyapti. 12,000 nafardan ziyod bolalar qamrab olinganligini ko'rsatmoqda. Bunda bolajonlarimiz o'sha vaqtlarda chekka qishloqlarimizda onalarimiz marakalarga boradigan bo'lsa yoki boshqa ro'zg'or ishlari bilan band bo'lgan bo'lsa, bolajonlarimiz ta'lim tarbiyadan bebahra qolgan. O'sha vaqtlarda maktabgacha ta'lim tashkilotini ko'rmay o'sgan bolalarimiz maktabga borganda, 1-sinfga borganda, maktabgacha ta'lim tashkilotiga borgan bola bilan bormagan bolalarni o'rtasidagi farqlar sezilarli darajada bo'lib, bu nafaqat bolalarimizga yangi bilim olishga, balkim ular bilan shug'ullanayotgan pedagoglarimizga ham qiyinchiliklar tug'dirib kelar edi. Bu albatta bolalarimiz o'rtasida teng imkoniyatlarni yaratmas edi. Bugungi kundagi sharoitlar mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan islohotlarni amalga oshirilish jarayonida borayotgan qadamlarda natijasida bugun respublikani barcha u tog'li bo'ladimi, u chekka hududlari bo'ladimi, qishloqlari, mahallalari bo'ladimi, hammasida mana shu bolalarimizga teng va keng imkoniyatlarni yaratib
bermoqda. Amalga oshirilayotgan ishlar bilan birgalikda mana shu qamrov ko'rsatkichini oshirishda yana chekka hududlarimizda boyagindek boshlang'ich sinfga borganda bolalar o'rtasidagi nomutanosiblikni bartaraf etish uchun 6 yoshli bolalarga mo'ljallangan boshlang'ich ta'limga 1 yillik majburiy tayyorlov bepul asosda guruhlar tashkil etib berildi. Mana bugungi kunda mana shu majburiy bepul tayyorlov guruhlarimiz 8000 ga yaqin, 7900 tadan oshganligini ko'rsatyapti-da. Mana shu tizimda joriy etilishi ham bu bevosita boshlang'ich ta'lim hamda maktabgacha ta'lim uzluksizligini, uzviyligini ta'minlashga xizmat qilib kelyapti. Amalga oshirilayotgan ishlarimiz bilan birgalikda mana shu O'zbekiston 2030 strategiyasi doirasida birgina 2025-yilni oladigan bo'lsak, yilda yakuniga qadar bolalarni qamrab olish ko'rsatkichini bugungi kundagi 77% dan 78% ga oshirishimiz belgilab qo'yilgan. Rejalashtirilgan o'sha maqsadga erishish uchun biz nima ishlarni qilamiz vazirlik tomonidan? Demak, 2025-yil davomida 1000 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, 1000 ta oilaviy deganda mana shu chekka hududlarimizdagi kambag'allik darajasi yuqori bo'lgan mahallalar tanlab olinadi hamda mana shu 1000 ta mahallalarimizda oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini tashkil etish hisobidan 37 000 nafar bolalarni qamrab olishga erishamiz. 337 ta 6 yoshli bolalarni bepul majburiy tayyorlov guruhlariga qamrab olish orqali 8816 nafari yana qo'shimcha qamrov ko'rsatkichiga qo'shiladi. 182 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz bu ijtimoiy ishlab chiqarish, o'sha infratuzilmani yaxshilash chora-tadbirlari dasturlari doirasida yoki boshqa dasturlar doirasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarini yangi qurish, mavjudlarini ta'mirtalab bo'lganlarini rekonstruksiya qilish hisobidan yana qo'shimcha 24 000 dan ziyod yangi o'rinlar yaratib berish ko'zda tutilgan. Shuningdek, qayta jihozlangan Isuzu 50 avtobuslari negizida mobil guruhlarni tashkil etishni rejalashtirganmiz. Avtobuslarimiz to'liq qayta jihozlanib, respublikaning barcha hududlariga yuborildi. Bugungi kunda o'sha bolalarni ro'yxatga olish, qamrab olinmagan bolalarni oilalari bilan, ota-onalari bilan tashkiliy tadbirlarimiz amalga oshirilyapti. Mana shu joriy yilda bosqichma-bosqich shu avtobuslarimizga 2400 nafardan ortiq bolalarni qamrab olishni ham oldimizga asosiy maqsad sifatida belgilab qo'yganmiz. Ilk rivojlanish markazlari deyapmiz. Maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini yanada kengaytirish maqsadida Jahon banki bilan hamkorlikda Samarqand viloyatining Toyloq hamda Namangan viloyatining Kosonsoy tumanlarida pedagogika kollejlari bazasida bizda ilk rivojlanish markazlari tashkil etildi. Ushbu markazlarimiz 3 ta asosiy model asosida faoliyat ko'rsatish belgilab berildi. Markazlarga 1712 nafar bolajonlarimiz qamrab olindi. Tajriba sinov tariqasida o'tkazilgan amaldagi loyihamiz yaxshi natijalar ko'rsatganligi sababli muhtaram yurtboshimiz tomonidan joriy yildan, ya'ni 2025-yildan boshlab respublikaning barcha tumanlarida tashkil etilishi belgilangan bu bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shundan joriy yilda 50 tasida ilk rivojlanish markazlarini tashkil etish vazifasi ilgari surilib, bugungi kunda ushbu markazlarni tashkil etish bo'yicha ham tashkiliy ishlar amalga oshirib kelinmoqda. O'yin guruhlari deymiz. O'yin guruhlari bunda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz asosiy ta'lim-tarbiya jarayoni o'yin hisoblanadi. O'yinlar orqali bolaga yangi bilim pedagoglarimiz tomonidan berib boriladi. Bunda albatta bolalarni maktabgacha ta'limga moslashuvi, ularni o'ziga o'sha yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda to'liq rivojlanish tayanch kompetensiyalariga asoslangan ta'lim-tarbiya jarayonini berish nazarda tutiladi. Mazkur o'yin guruhlarimiz ham Xorazm hamda Samarqand viloyatlarida tashkil etilgan bo'lib, bu 496 nafar bolalarimizni qamrab olish uchun sharoitni yaratib berdi. Hammaga ma'lum, ota-onalarimiz tomonidan bolani maktabgacha ta'limga joylashtirayotganda 3 ta atrofidagi o'zi xohlagan maktabgacha ta'lim tashkilotiga navbatga qo'yadi. Lekin ota-ona xohlaydi, mana masalan bitta mahallada 3 ta, 4 ta, 5 ta tashkilot bor. Ota-ona bittasini xohlayapti. U joyda mingdan ortiq bolajonlarimiz navbatda turibdi-da. Lekin ota-ona o'shani yillab kutadi. Ayrim holatlarda bola 3 ga kiradi, 4 ga kiradi, 5 ga kirib qoladi. Unday qilmasdan agar biz ota-onalarimiz mana shu jarayonda to'g'ri yo'l tutib, bolasini kelajagini o'ylab, mana shu yurt uchun, davlat uchun xizmat qiladigan bir rivojlangan shaxs sifatida ko'radigan bo'lsa, unda ota-onalarimiz navbatda kamroq bo'lgan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga berishlarini tavsiya qilamiz. Xo'sh, faqat bolalarni qamrab olish bilan biz chegaralanamizmi? Yo'q. O'sha bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olishni oshirish maqsadida yuqorida aytib o'tganimizdek bir qator islohotlar amalga oshirildi. Yangi
zamonaviy loyihalar asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz qurib bitkazildi, foydalanishga topshirildi. Shuningdek, pedagog kadrlarimizni salohiyatini oshirishga e'tibor qaratib kelindi. Qayerdagi pedagog kadrlarimiz salohiyatli bo'lsa, bolajon bo'lsa, o'sha bolani psixologiyasini, fiziologiyasini tushunadigan bo'lsa, ota-ona bilan bevosita muloqot qila oladi. Bola bilan bevosita do'stona muloqot o'rnata oladi. Ana shu tashkilotda bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi yuqori darajada ekanligini kuzatishimiz mumkin. Qayerdagi kadrlar salohiyati past darajada bo'ladigan bo'lsa, bolaga e'tibor kamroq bo'ladigan bo'lsa, shu tashkilotlarimizda bolalarni qamrab olish ko'rsatkichi nisbatan kamligini kuzatishimiz mumkin. Mana shu pedagoglar o'rtasidagi mutanosiblarni ham tenglashtirish maqsadida O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan vazifalarni mana shunaqa tartibda bosqichma-bosqich yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini qurish, mavjud ta'mirtalab bo'lganlarni rekonstruksiya qilish, maktabgacha ta'limning muqobil shakllarini amaliyotga joriy etishni yanada kengaytirib borish orqali 2030-yilga kelib bolalarni to'liq qamrab olishga erishishni asosiy maqsad sifatida belgilaganmiz. Joriy yildan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlarida dastlabki ilk metodik mahorat kuni, metodik mahorat soati tadbirlarini tashkil etilishi bu an'anaviy malaka oshirishdan chetga chiqqan holda an'anaviy malaka oshirish 3 yilda 5 yilda amalga oshiradigan bo'lsa, metodik mahorat kuni, metodik mahorat soati tadbirlarimizda pedagoglarimiz har oyda 2 marotaba, birinchi hamda 3-haftasida metodik mahorat kuniga kelib, o'zlarini o'sha belgilangan o'quv reja dastur asosida tayanch maktabgacha, ya'ni respublika bo'yicha bugungi kunda 325 ta eng namunali deb topilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarimiz tayanch sifatida belgilab berildi. Mana shu tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarini direktor o'rinbosarlari tomonidan beriladigan yangi bilimlar. Alohida ta'kidlaymiz, direktor o'rinbosarlari bo'ldi bizning metodistlarimiz. Bugungi kundagi direktor o'rinbosarlarimiz aynan mana shu tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda boshqa pedagoglarga o'zini bilimini o'rtoqlashganligi uchun, yangi metodik ishlanmalarni taqdim etganligi uchun, yangi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni, maktabgacha ta'limning ilg'or shakllari, usullari, xorij tajribalaridan foydalangan holdagi yangi bilimni berayotganligi uchun ularga qo'shimcha ravishda davlat byudjetidan 20% ish haqiga ustamalar ham to'lab berilishi mana yo'lga qo'yildi. Metodik mahorat kuni va metodik mahorat soati tadbirlarida qayerda o'sha pedagog kadrlarimiz salohiyati, kasbiy rivojlanishi pastroq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ana shu narsalarga e'tibor berib, shu pedagog kadrlarimiz mana shu suhbatlar, savol-javoblar, master-klasslar, seminarlar, treninglar jarayonida o'zi aniqlanib qoladi. Shu pedagoglarimiz bilan metodik mahorat kuni doirasida tadbirlarida qo'shimcha shug'ullanish orqali faoliyati qoniqarsiz bo'lgan yoki past darajada bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagog kadrlarimizni kasbiy rivojlantirishi oldimizga maqsad sifatida belgilab qo'yganmiz. Ular bilan amaliy jarayonlar mana bugungi kunda ham olib borilyapti. Mana hozir o'zim ham bitta maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirib keldim mana shu yerga kelguncha. Shu narsani ko'rdimki, mana Yunusobod tumanidagi 43-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida jarayonlar shunaqangi nima deydi, jo'shqin pedagoglarimiz harakatchanda, bugun yangilikka intiluvchanligini ko'rib, demak biz O'zbekiston 2030 strategiyasida ko'zlagan maqsadlarimizga bosqichma-bosqich erishyapmiz degan xulosaga keldim. Respublikaning chekka hududi Surxondaryo viloyati Boysun tumaniga bitta school bus deymiz, endi xorijiy tajribani inobatga olgan holda bitta avtobus ajratib berildi. U ham bolajonlarimizni maktabgacha ta'limga qamrab olishga, erishishga xizmat qiladi. Shuningdek, biz mobil shakllardan kengroq foydalanyapmiz, alternativ shakllardan kengroq foydalanyapmiz. Bunda pedagoglarimizni malakasini oshirish uchun 4 ta avtobus qaytadan jihozlab berildi-da. Bunda o'sha zamonaviy interaktiv doska, planshetlar bilan jihozlandi. Shuningdek, o'quv jihozlari, o'quv materiallari bilan jihozlangan avtobuslarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo viloyati, Navoiy viloyati hamda Surxondaryo viloyatlariga chekka pedagoglarimizdagi pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish uchun mobil avtobuslar negizida malakasini oshirish uchun xizmat qiladi. Bu nafaqat davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga, balkim nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlayotgan pedagoglarimizga ham qulaylik yaratadi. Chunki u guruhidagi tarbiyalanuvchilarni tashlab, imkoniyati oilasini tashlab viloyat markaziga yoki respublika markaziga o'qishga kelmaydi bu yildan boshlab. Ular o'sha mobil avtobuslar negizida tashkil etiladigan malaka oshirish kurslarida bevosita o'zlarining malakasini oshirib, kasbiy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratib berildi. Agar qayerdagi pedagog kadr salohiyati yuqori bo'lsa, demak bizda o'sha bo'sh o'ringa mavjud bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari 2030-yilga kelib to'liq mana shu bolalarni qamrab olishga erishamiz. Pedagog kadrlar salohiyati ortdi. Endi bevosita ta'lim-tarbiya sifatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratish talab etiladi. Bunda yuqorida aytib o'tdim fikrimni boshida 7-8 yil oldinlari ham
maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizda mana shu mashg'ulotlar, asosiy ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish uchun bizda sharoitlar yo'q edi. So'nggi yillarda mana shu amalga oshirilayotgan islohotlar, yangi qurilayotgan, rekonstruksiya qilinayotgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarini zamonaviy jihozlar bilan ham ta'minlash, shuningdek har yili tashkilotlarda ta'lim sifatini oshirish uchun davlat byudjeti tomonidan 35-40 milliard so'm mablag' ajratilib, o'quv metodik, didaktik materiallar, milliy qadriyatlarga asoslangan ko'rgazma, tarqatma materiallarni yetkazib berilishi ham bu pedagoglarga qulayliklar yaratish bilan birgalikda bolajonlarimizni o'sha ta'lim-tarbiya jarayoniga qiziqtirishga, ota-onaning dunyoqarashini o'zgartirishga, maktabgacha ta'limni afzalligi nimada ekanligini tushunib yetishga, belgilangan O'zbekiston 2030 strategiyasidagi maqsadlarni amalga oshirishga bugungi qo'yilgan qadam xizmat qilishini bugun ota-onalarimiz tushunib yetdi. Ta'lim sifati samaradorligini oshirish bo'yicha didaktik materiallarimiz bevosita bu bolalarni mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, ularni tanqidiy fikrlashga, tayanch hamda rivojlanish sohalari bo'yicha kompetensiyalarni to'laqonli shakllantirishga, bolalarni jismoniy sog'lom, aqliy barkamol shaxs sifatida, estetik ruhda tarbiyalashga xizmat qilib kelyapti. Bu albatta hammasi byudjet tomonidan ajratilayotgan didaktik ko'rgazma tarqatmalarimiz, jihozlarimiz bolani to'laqonli mana shu shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qilib kelyapti. 21-asr axborot texnologiyalari asri deb bejizga aytmaymiz. Bunda barcha sohalar kabi maktabgacha ta'lim sohasiga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Maktabgacha ta'lim sohasida axborot texnologiyasi nima kerak degan savol beradigan bo'lsak, bugungi kunda maktabgacha ta'lim sohasini ham raqamlashtirish alohida vazifa sifatida belgilab berildi. Bunda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qabul qilish jarayonlari raqamlashtirildi. Bunda bevosita ota-ona uyida turib ham telefoni orqali, mobil telefoni orqali farzandini o'zi xohlagan maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashtirish imkoniyatlari bor. Bolajonni o'sha navbati qay darajada, qancha yaqinlashganligini ko'rish imkoniyatlari bor. Birinchi qadam shundan boshlangan bo'lsa, undan keyin bolajonlarimizni davomati maktabgacha ta'lim tashkilotiga qatnashi, ketishi, kelishi, xodimlarimizni birgalikda shu maktabgacha ta'lim tashkilotidagi kelib ketish vaqtlarini inobatga olinyapti. Shuningdek, ularga belgilangan sanitariya qoidalari, normalariga asoslangan tasdiqlangan me'yorlar asosida oziq-ovqat mahsulotlarini berilishi, taomnomalarning tuzilishi, shuningdek sog'lom hamda xavfsiz ovqatlantirishi ham bugun raqamlashtirilyapti. Elektron resurslar deymiz, elektron audio-vizual kontentlarni ishlab chiqish hamda shu raqamli platformalarga joylashtirish bo'yicha tashkiliy jarayonlar ketyapti. Mana shu ishlarni amalga oshirish uchun ham mana bugun dastlabki qadamni qo'ydik. 170 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarimizga ko'rib turganingizdek mana interaktiv zamonaviy doskalar bilan ta'minlandi. 5500 ta zamonaviy planshetlar yetkazib berildi. Kelajakda zamonaviy bilimga ega bo'lish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida o'sha kompyuter texnologiyasi bilan, texnikasi bilan dastlabki bilim ko'nikma malakalarini shakllantirish uchun xizmat qilib keladi. Pedagog kadrlarimizni rag'batlantirishga ham alohida e'tibor qaratilyapti. Qayerdagi rag'batlantirish bo'lsa, qayerdagi motivatsiya bo'lsa, o'sha tashkilotda, o'sha joyda o'sish bo'ladi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda bugun maktabgacha ta'lim tizimi xodimlari ham rag'batlantirilyapti. Chunki mana yaqindagina qabul qilingan farmon doirasida ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarini direktorlarini oylik ish haqlari, bazaviy tarif stavkalari 3-4 guruhdagi umumiy o'rta ta'lim maktablari direktor o'rinbosarlari oyliklariga tenglashtirildi. Uni ochiq aytishimiz mumkin. Direktorlarimiz 2,5 million, 2 million 700 ming so'm oylik maosh olar edi. Direktorlarimizda ham boshqaruvchanlik hamda menejerlik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun tashkil etilgan menejerlik o'quv kurslarida sertifikat olgan direktorlarimiz joriy yilning sentyabr oyidan boshlab oylik ish haqlariga 30% ustamalar qo'shilishi belgilandi. Mana shu ustamalar, mana shu qo'shimchalar bilan birgalikda bemalol ayta olishimiz mumkin. Bugun maktabgacha ta'lim tashkilotini izlanuvchan, ijodkor, tashabbuskor direktori, rahbari bugun 7 million, 8 million oylik olishi mumkin. Bu bevosita mana shu oilaviy byudjeti bilan birgalikda maktabgacha ta'lim tashkilotida ham ishni samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Yilning eng yaxshi tarbiyachi ko'rik tanlovi tarbiyachilar o'rtasida o'tkazilib kelinmoqda. Bunda pullik rag'batlantirishlar bilan birgalikda birinchi, ikkinchi o'rinni egallagan 18 nafar pedagoglarimiz, tarbiyachilarimiz ana shu yilning o'zida o'zlari xohlagan, o'zlari yashaydigan hududdagi oliy ta'lim muassasalariga maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha grant asosida imtihonsiz, imtiyozli qabul qilinishi belgilab qo'yilgan.
Bu ham bo'lsa mana shu pedagog kadrlarimizni, tarbiyachilarimizni bolajonligini oshiradi, bolalarni sevishga o'rgatadi. Sohani rivojlantirish jarayonida turli to'siqlarga ham, turli xil muammolarga, turli xil kamchiliklar ham yo'q deb bo'lmaydi albatta. Mana shu jarayonlarga chek qo'yish uchun ham bugun amaliy ishlar olib borilyapti. Bunda biz mana shu mutaxassislar bilan birgalikda, psixologlar bilan birgalikda bu jarayonni o'rganyapmiz. Mana hozir ayni vaqtda ham respublikani viloyatlarida butun pedagoglarimiz mana shu tashkilotda faoliyat ko'rsatayotgan direktordan tortib hammasi umumiy tarzda psixologik so'rovnomadan o'tkazilyapti. Bu psixologik so'rovnoma natijasida nima qilamiz? Xo'p, so'rovnomani o'tkazdirdik. So'rovnoma natijalari dastlabkisi shuni ko'rsatdiki, mana Toshkent shahrida birinchi o'tkazdirgan bo'lsak, mana shu so'rovnoma natijasi pedagoglarimizni stressga chidamlilik darajasi pastligini ko'rsatdi-da. Turli xil oilaviy vaziyatlarda turli xil ziddiyatlarni kelib chiqayotganligini, ko'proq ortib ketganligi yoki bo'lmasam aksariyat pedagoglarimizda o'zini o'zi boshqarish qobiliyatini yo'qligini ko'rsatib berdi-da. Tahlillar shuni ko'rsatdi. Bugungi kunda shu mutaxassislar bilan birgalikda mana shu kabi noxush holat deymiz, buni noxush vaziyat deymiz. Qayerda so'rovnoma o'tkazilib bo'lingan bo'lsa, o'sha hududga mutaxassislarimiz, psixologlarimiz borgan holda pedagoglar bilan psixologik seminar treninglar o'tkazyaptilar, suhbatlar o'tkaziryaptilar. Mana shu jarayonlarimiz bosqichma-bosqich bugungi kunda amalga oshirilyapti. O'zimiz ham bevosita mana shu joylardagi muammolarni o'rganish, amaliyotda mana shu islohotlarni amalga oshirish jarayonlari qanday kechayotganligini, pedagoglarimiz tomonidan bolani rivojlanishiga nisbatan bo'layotgan e'tiborni kuzatish maqsadida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga chiqamiz. Bu respublikaning barcha hududlarini tashkil etishi mumkin. Oilaviy nodavlat bo'ladimi, davlat xususiy sherikchilik bo'ladimi, davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'ladimi? Pedagoglar bilan birgalikda bolani ham kuzatamizda, bolalarni, ota-onalarni munosabatini kuzatamiz. Ota-onalar bilan suhbatlar o'tkazamiz. Avvallari mana juda ko'plab bolalarni yig'lab kelayotganini, xarxasha qilayotganligini, bog'chaga bormayman deyotganligini eshitgan bo'lsak, mana bugungi kunga kelib mana shu raqamlar kamayganligini ko'rsatyapmiz-da. Yig'lab kelayotgan bolajonlarimizga bugungi pedagoglarimiz tomonidan bo'layotgan e'tibor, ular bilan olib borilayotgan o'sha suhbatlari, jarayonlari o'sha bolajonlarimizni ta'lim jarayoniga bevosita kirib ketishga yordam beryapti. Pedagoglarimiz bolani psixologiyasini, fiziologiyasini biladigan bo'lsa, albatta uni ko'ngliga yo'l topa oladi. Bolani psixologiyasi o'zgacha bir dunyo. Bola masalan bog'chaga yig'lab kelyapti dedik, boyagidek kayfiyati bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lmasam yangi kelayotgan bolani o'sha o'zi yashagan muhitga, o'zini oilasidan tashqaridagi muhitga ko'nikish, ya'ni adaptatsiya jarayoni qiyin kechayotgan bo'lishi mumkin-da. Mana shu jarayonda ota-onalarimiz bevosita pedagoglarga suyanish kerak deb o'ylayman, chunki pedagog bor, u yerda psixologlarimiz bor. Bevosita mana shu jarayondan tezroq olib chiqib ketish uchun ular o'zini tegishli maslahat va tavsiyalarini beradilar. Chunki maktabgacha ta'lim degani bu faqat bog'chadagi ta'lim degani emas. Maktabgacha ta'lim bu bevosita o'sha maktabgacha ta'lim sohasida ishlayotgan pedagoglar bilan birgalikda ota-onalari birgalikda harakat qilib bolaga beradigan ta'lim hisoblanadi. Tarbiyachi bo'lib ishlaganimda ota-ona kelardi oldimga. Bizga ham e'tibor qaratmasdan bolasi yugurib chiqsa, bolam nimani yeding? Bolam seni hech kim urmadimi? Mana shunaqa savollar bilan murojaat qilardi-da. Bugun ota-ona unaqa so'ramayapti. Bugun ota-ona, bolajonim, bugun nimani o'rganding? Nima yangilik o'rgatdi bog'chapang yoki bog'chapang nima mashg'ulot o'tdi deb so'rayapti. Bu ham bo'lsa ota-onalarimizni dunyo qarashini o'zgargandan. Bugungi e'tibor kelajakka e'tibor deb bejizga aytishmagan. Agar bugun ota-onalar bilan birgalikda pedagoglarimiz hammamiz hamkorlikda bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu yurtimizni kelajagi bo'lgan, 3-renessansda poydevori bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan, qolaversa oilalarda qamrab olinmagan bolalarimizga e'tiborda qaratsak, mana shu bolajonlarimizni maktabgacha ta'limga yo'naltirsak, mana shunda dastlabki poydevor qo'yiladi. Maktabgacha ta'lim tizimi pedagoglari, xodimlari hammamiz baravar birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, izlansak, ijod qilsak, o'z ustimizda ishlasak, albatta O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan birinchi maqsadimiz maktabgacha ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish hamda bolalarning to'liq qamrovini oshirishga erishamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.